Maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida targ'ibot tadbirlari davom etadi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutaxassislari tomonidan maktabda yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida dars mashg'uloti tashkil etildi. Mashg'ulotda yo'llarda voyaga yetmagan bolalar bilan bog'liq qoidabuzarliklar, yuz berayotgan yo'l transport hodisalari xususida ma'ruza qilinib, o'quvchilarga yo'llarda qoidalarga amal qilib harakatlanish borasida tushunchalar berildi. Ular o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javoblar olishdi. Tasavvur qiling, yo'lovchi tashuvchi transport vositasidan kelib to'xtadi. Aynan bu yo'l harakatiga zid tartib, aynan piyodalar o'tish joyiga yetmasdan to'xtadi va siz transport vositasidan tushdingiz yo'lovchi sifatida. Tushunyapsizmi nima deyapman? Ushbu holatda qaysi tomon harakatlanib o'tishingiz kerak? Olib borilayotgan bu kabi amaliy ishlar kelgusida o'z samarasini beradi. Avtomobil yo'llarida namunali yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiluvchi harakat ishtirokchilarini tarbiyalash bugun biz soha xodimlarining burchimizdir.